Assalomu alaykum, xayrli kun. Hammalaringizga yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Bugun mana bu kitayskiy rozamni, kichkinacha kitayskiy rozam boshqa tuvakka ko'chirmoqchiman buni. Bu tuvakchasi juda ham kichkinada. Keyin tuprog'ini almashtiraman. Tuprog'i juda ham yaxshi emas. Oddiy yer tuprog'ida ekkandim. Keyin eslaringizga bo'lsa, mana bunaqa kitayskiy rozamni yerga o'tkazgandim degan video rolik qo'ygandim-ku. Shuni kesib olgandim kitayskiy rozamni tepalarini. Bilsalaringiz, men ko'rayotganlar biladi. O'shalarni chirinka qilib qo'ydim. Ko'rsatib beraman buni ham sizlarga. Bu chirinka chamlarimni oddiy uy sharoitida hammasi juda ham yaxshi ahvolda. Bunga 4 kun bo'lib qoldi. Qaytadan joyiga qo'yamiz. Ochmaymiz. Mana bu yoqqa detkalar hammasi. Kitayskiy rozam bilan o'zi ham 40 kun bo'ldi. Buni yoqib olamiz. Sizlarga ko'rsatib o'tish uchun. Juda ham chiroyli bo'lib nima qilgan chiqqan ana. Juda ham detka barcha chiqargan уже. Mana bu bittasi bo'lsa nima? Birinchi chiqarmadi. Tagi churildi. Qaytib kesib yana tiqib qo'ydim, mana endi amalga kirgan. Bunga tegilmaymiz. Lekin bunisini olamiz. Bunisini olib ana shu tuvakka o'tkazmoqchiman. Mana bu detkachani olib. O'zi aslida bu ham xuddi shunaqa detkacha edi. Bu ham xuddi mana shunaqa edi. Mana shunaqa stakandan olib bunga o'tkazgandim. Allohga behisob shukr. Bu juda ham amalga kirib, juda ham yaxshi bo'ldi. Yaxshi o'sayotganda men buni tashqariga chiqargandim. Eslaringizga bo'lsa tashqariga chiqargandim. Barglariga mana qanaqadir xirralik bor. Tashqaridan oftob olganman. Ko'rinadigan bo'lsa. Tashqarida oftob olgan buni. Keyin qaytib yana uyga kirgazdim bularni. Kitayskiy rozam ko'p, juda ham qizil mahroviy bu. Ochilsa yana ko'rsataman. Juda ham уже butonlar qilib bu ochilishga taq bo'lib turuvdi. Ko'rinadigan bo'lsa mana shu butoni qurigan. Butoni qurigan mana. Qurigan ko'rmayam ketdi. Butoni qurigan nima? Ana butonchasi. Qurigan yana butonchalar bor lekin. Agar buni uydan chiqarmaganim edi, gullagan bo'lardi shu payt. Bular bizga ko'cha tashqari sovuq. Men hali tashqariga chiqarmadim gullarni. Chiqardim, mana bu ekkanlarim chiqmadi. Ana gradus ko'rinadigan bo'lsa 13 gradus. 13 gradus. Tashqari. Bu har xil gullarimiz. Bu nasturtsiya gulimi. Nasturtsiya bu. Mana bu ustma-ust qo'yilganga necha deysizlar, mana bularni nimaga ustidan yopgansan deysizlar. Tezroq o'sishi uchun mini teplitsacha qilib yopgandim. Buni mana chiqibdi. Aralariga bor. Bu birdan chiqqan. Mana. Nima gul ekanligini mana bu yerga qo'yib yopishtirganman, lekin bu adashganman. Bu bunaqa gul emas. Mana bu yoqqa to'g'ri yopishtirganman. Ko'rinadigan bo'lsa. Bu yoqqa ham mana shuncha detkalar bu. Bu tarafga ham gullarim hammasi
Paket kiydirganlarim, kiydirmaganlarim juda ko'p. Kunlarim. Sizlarga kitayskiy ro'zamni ham, tuvakka o'tkazganimni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Tashqariga karshukcha bordida o'shani olib kelib o'tkaza olaman bilan. Mana bu kitayskiy ro'zamni ana bu karshukka to'ldirib o'tkazib olaman. Bunga mana bu karshukka o'tkazib olaman. Buni hozir penoplast soldim. Drenaj o'rniga tuproqlarini taxlab oldim. Endi ketdik. O'tkazib olamiz buni. Ozgina tagiga tuproq tashlaymiz. Keyin qo'yib olamiz buni. Tuproq tashlab oldik. Endi gulimizni chiqarib olamiz. Shunday qo'yib tuproq bilan to'ldirib olamiz. Bosib chiqamiz yaxshilab. Bunaqa ursak ham joyiga tushib qoladi. Juda ham noqulay albatta. Bo'ladi. Bosib chiqamiz. Bir fasldan keyin bunga suv qo'yamiz. 5-10 minut tursin. Ozgina ana juda ham chiroyli bo'ldi. Karshukchasi o'ziga mos. Nasib bo'lsa endi gullab beradi Alloh qodir qilgancha.